Okalar 2022-yilda ishlab chiqarilgan $300 boshlang'ich to'lov bilan mana shu Spark'ga sizlarga berib yuborishga Hodi Avto tayyor turibdi. Mana like bilan podpiskani oqibati shu bo'ladi okalar. Mana shunaqa mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun siz yangi ko'rayotgan bo'lsangiz like bosib qo'ying, podpiska tashlab qo'ying, kommentariyada o'zingizlar fikringizni bildirib qo'yinglar. Eng arzon Spark kraskalar top toza, eng oxirgisi 2022-yilda siz necha pulga ko'rdingiz eng arzoni? Mana Hodi Avtoda ko'rib turibsiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar polniy, top toza, absolyutni okalar. Xo'p, tonirovka ruxsatnomalarigacha bor, 4 yumshoq balonlarga taqib qo'yilgan mashina. Idealniy holatda okalar. Salon holatlarini ham ko'rib turibsizlar, matviy holat turibdi. Bunaqa Sparklarni topishinglar juda ham qiyin. Hammasini Hodi Avtodan topasizlar. Xullas, boshlang'ich to'lov $300 berasizlar. Bankka to'lov qilinadi. $850 o'zingizlarning xarajatingiz uchun olib olasizlar. Nimaga deydigan bo'lsanglar, notarius, nomer, zapret, sug'urta, pug'urta, u yoq bu yoq mayda-chuyda rasxodinglar bor. Mana shu rasxodni o'zingiz uchun qilib olasizlar. Jiguli olsanglar ham shu rasxodni qilasizlar, gelik olsanglar ham shu rasxodni qilasizlar. Bari shu rasxod. Chunki avtomobil xarid qilasiz. Nobog'da shu pulim yo'q, Hodi, bunaqa pulim chiqmaydi deydigan bo'lsangiz, iloji boricha avtomobil sotib olmang. Sizga bu to'g'ri kelmaydi. Sababi siz o'zingizning xarajatingiz uchun pul ola olmaydigan bo'lsangiz, bu narsa sizni juda ham qiynab qo'yadi. Sababi mana shu odamlar olib qo'yapti mashina o'ylamasdan, oxiri mana to'layotdi mashinalarda video qilishyapti. Chunki hisob kitobini bilmagani uchun. Joninglar sog' bo'lsin. O'ylab, aql yuritinglar, ish yuritinglar, $300 boshlang'ich to'lov bilan Spark avtomobili.